Ishoning, bundan arzon bahada hamma ham 2 xonali kvartira patlatib eldingizdan chiqavermaydi. 48 metr kvadrat, umumiy maydoni 5 etajda, 5 etajında. To'g'ri, mansab, lekin hozir uyga kelgandan keyin patolog balandligini ko'rasiz, 340 yo 330 patolog balandligi. Polni gipsokardon bilan turibdi. Ham zo'r yeri, uyni pergorodkalarini olib tashlab, xohlagancha o'zingiz moslab dizayn qilib olsangiz bo'ladi. Lokatsiya ham zakonniy. Qarang, ish yo'l bilan chiqadigan bo'lsangiz 500-600 metrdan keyin Rashin Poskayi bor-ku, shu. Bu ondasa 39 kollej. Gördingizmi? Tochka вообще bomba. Dokumentatsiyasi bor. Bilasiz, bizda dokumentsiz vaj reklama qilmaymiz. Oltin bersan. Yering o'yini bir qator ko'rsataman sizga. Qarang, har etajda 4 tona kvartira bor. Men sizga satchak bo'lib tavsiya qilib turgan narsam 37 kvartira bo'ladi. E'tibor qilmaymiz. Uy, salgina bardaqroq. Yan tarafda sanuzo olingan, bu yerdan oshxona olingan. Spalni. Ozgina balkonchasi ham bor. Patolog balandligini ko'rdingizmi? Men nima dedim sizga? Patolog ham yaxshi yo'lan baland dedim-ku. Bu yan tarafda esa zol. Kattagina zol. Narxi 212 million so'm pul. O'zbek pulida. Zo'r yeri imba pena bloklar bor-ku. Pena bloklarni yig'ib tashlab, ulu xo'l bo'ladi, xohlagancha etib, dizayn qilib ishlab beraverasiz. Xullas muborak bo'lsin.